Nima deyapsiz? Nima shu sotish kerak? Soat ko'rdingizmi? Ha, buyoqda so'radim. Mana dugonamniki. Omonat. 1570 ekan. Men bu qolgan ko'zlariga minus qilmayman, bitta yashil ko'ziga minus qilaman. No 45 minus qilaman. 980 ming so'mdan urib beraman. 14 million 950 ming so'm pul bo'lyapti. Sizga so'm kerakmi, dollar kerakmi? Dollar kerak. 1235 chiqyapti. Ona rozimisiz? 40 Mayli, onam qilib beraman sizga. Barakasini bersin. Rozi bo'lasiz shunda? Roziman, u odam ham rozi. Hammasiga dollar kerakmi? Ha, 800 dollar. 800 400 dollar beribdi-ne? Dollar bormi? Dollaringiz bormi? Abdurovga dollaringiz bormi? Dollaringiz bormi? 400 beribdi-ne, olib beraman. buni ana ko'rsating. Aslan. Qaysi bilan? Ha. Ko'ravering, shunaqa qilmaydi. Mayli. Rahmat aka. Mana onam 40 dollardan so'm beraman, xo'p. Dollar beravering, jon bor. Dollar yo'q, mayda dollar yo'q. 12. 485 ming. Mana 485 ming. 40 dollarga. Necha razmer taqasiz? Hop, bering. Buni ko'ramiz. Chunki buni sotishim ham, buni sotmasam. Ketyaptimi hozir? Ketdi. Ha, syomka qolma, rozi bo'ling syomkaga. Buni hisoblab bering, ham ko'rsin o'g'lim ham. Hop. Hech pul ekandirasiz. Buni probasi necha edi? 85 ekan bir. Men 100 deb o'ylasam yo'q, 85 ekan. 980 ming so'mdan 2089 ga 20 million 470 ming qilaman ona. Dollarga bo'lmoqchi. 1692 dollar. 93 biletlar. Necha razmer taqasiz? Manmi? Qani taqinchi? 19. Ha. Qani taqinchi? Bundan ham kichkina topaman. Hozir. Katta tilla beraman. Qani taqinchi? Bu nima o'zi? Kumush. Manma qiz bolaman. Keldi razmer, keldi. Yashang. Yoqdimi onajon? Bo'ldi, buyursin. Beribdi. Razmer grammini tortib oling. Menga bir narsani qiling. Hop. Padabchini qiling. 264. Mana men hozir